Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz Tojikistonda Shina market do'konidamiz. Bular bizning o'quvchimiz. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'layotgan narsa shuki, mana shu turgan joyingizda 5000 dan ortiq tovarlar bor. Boshida boshlanganda, o'qish boshlanganda buni hammasini hisob-kitob qilish qiyin-ku, bitta programmaga tiqish qiyin-ku degan tushunchalar bo'lgan edi. Hozir hammasini programmaga kiritdik. Xudo xohlasa, qancha kirim bor, qancha chiqim bor, qancha qoldiq bor yoki bo'lmasa telefon orqali yoki kompyuter orqali bemalol hisob-kitob qilish imkoniyati bor. Qanday bo'ldi shu narsa? Shu bo'ldi. Joyingizda bu narsalardan biz xabarimiz yo'q edi. Biz hammasi o'zi aytganda havoda 10%, 20% ketaverardi. Keyin postepенно bordik, qayerdan munosib raqam bilan tanishdik, praktimiz yaxshi bo'layotgan o'zi ham. Shu lichni nomerlarni berildi, ishdan tashqari ham kam 5-10 minut kerak vaqtda gapirib turdik. Hozir telefoningiz orqali polni ko'rib tura olamizmi? Qani bitta ko'rsatingchi. Chunki juda ham ko'p biznesmenlar qiynaladi, imенно nazoratga qiynaladi. Hozir bitta ikkita programmamiz bor. Misol bu lichni o'zlar adminlar uchun. Общий весь sistemada nima bor? Misol ko'rsatmaslik uchun kassamoychilar, bu ya'ni bir magazinda bitta daxlatli magazinga. Misol например, bir razmerga qarab pali qilasiz. Любой razmerga yozasiz, chiqib beraveradi. Misol. Qarang o'rtoqlar, o'sha 5000 xil mahsulot hammasi joylashtirilgan. Narxi qancha, qancha ostatkasi bor, qancha sotilishi kerak, hammasini ko'rib tura olamiz. Misol mana bir razmerga yozasiz, shundan necha turi bor chiqarib beradi. Narxi. Shundan necha turi bor, necha dona bor, например. Hozir bu faqat bitta magazinda ko'rsatyapman. Bitta magazinda. Nechta magazinimiz bo'lsa, hammasi kiradi. Kiradi va biz shuni dostуп berdikki, oldin boshqa xil qildik, keyin oxirida hozir endi so'rab surishtirgan niyozlar bor ekan. Bu magazinchi va boshqa magazinda bu dostуп yo'q. Dushanbeda arzon Turkiya bor-ku. O'sha misol o'zlaringiz ishchilaring, ularda shu dostуп faqat men kattalarda bor ekan. Biz buni shogirdga ham berib bo'lar ekan. Qanday faqat kolitsiyani ko'radi, tamom. Misol qaytaman shu kolitsiyani ko'rib turadilarki, shuncha yerda bor. O'shani qildik. Hay bizga bu program olsa ma'qul keldi. Mazza. Hurmatli do'stlar, biznesingizni raqamlarda nazorat qilishni xohlasangiz, realni qancha tushum bo'ldi, qancha chiqim, qancha qoldi, qaysi tovaringizdan qancha qoldi, tasavvur qilsam 5000 tani kallaga sig'dirib bo'lmaydi. Lekin programmaga kiritib, programma orqali boshqarsa bo'ladi. Programma ketish umumiy 1-2 oy vaqtimiz ketdi-ya. Endi siz agar yopib qilaman desangiz, mumkin bir haftada bo'lsa kerak. Zo'r. Oddiy holatda 2 oy maksimum. Bemalol. 2 oyda sizni ham biznesingizni tizimlashtirishimiz mumkin. Siz ham biznesingizni tizimlashtirishni xohlasangiz, pastdagi tugmani bosing, ariza qoldiring. Sizga ham borib tizimlashtirib tashlaymiz.